Voy, bu yerda kim bor? Tirikjon bormi o'zi? Bambuklarmi? Nima bor u yoqda? Bu qishloqmi? Video boshlanibdi. Hello, hammaga salom do'stlar. Sizlar bilanman Master. Mana nihoyat shahardan bitta bu qanaqa qishloq bo'ldi? Bunda qizil nur tarqalyapti. Mana shu yerga men keldim. Ha, bu yerda meni biznes class emas. Yo'q, ha, biznes class mashinani tashlab ketdi bu. Qishloq qandaydir zamonaviymikan? Hamma joyda zinola. Mana bu yerda chicha o'rishibdi shu yerda. Hey, bilet. Mana ular ham zo'r, yaxshi. Bu yerda merin topishim kerak-da. Svitlar. Meri qayerda yashar ekan? U yerda nimaga yerlar unday qilinmagan? Ha, u yer qishloqdan tashqaridagi qishloqdan uzilib qolgan bo'lishi mumkin. Hamma eshitdimi? Voy, bilat. Tutqich qo'ymaysizlarmi, bilat? Shunday bo'y odamni farzandiman. Voy, mana bu kimniki? Mana langa tagotelish kerak ekan bir qator. Bir kamal. Lekin dahshat quribdi-da. Yana kimdir bor. Qani? Ha, brat. Wow! Karmi deyman o'zroq. U brat uyga kirib ketdi. Brat. Bu kimning ekan? O'zi posterib ketyapman. Va, brat. Siz kimsiz? Va, brat. Brat, o'zingizga qarab gapiring. Bular kim bo'ldi? Biri 3 ta qishloqi bor. Bularda qaysi bir mer? Sizlardan qaysi birlaring mersizlar? Ey! Va karmisan-o? Wow! Yipla. 2 udarda o'ylab qo'ydim. Brat, sizmi ey? Qisqasi, assalomu alaykum. Muomalam uchun uzr. Hech narsa qilmaydi, o'zi hamma bizlar shunday qiladi. Hamma o'zi ko'ngli qop, xafa bo'lib qolgan. Brat, men shu qishloqqa yangi ko'chib keldim o'zi. Men bu odamni, taniqli odamni farzandiman. Menga bitta dahshat, juda qimmat uyni ko'rsatsangiz, men shu an olardim. Ha, bo'ldi. Senga kelishingdan qaysi tomondan kelding? Bitta qizil nur chiqib turgan tomondan keldim. Ha, o'sha yerda bor edi o'zi, bitta zo'r uy. Ha, qaraganim yo'q. O'sha uy mengami? Ha, narxini aytsa, puling bormi? Yo'q, bizda shaharda izumrud ishlatishadi. Bu yerda ham shundaymi? O, barakalla, otangga rahmat. Bizda ham izumrud. Siz hozir qancha bo'ladi? 3 istak izumrud. Yebli. Shunchasi ko'pmi? Yo'q, brat. Sol insof qilmay, brat. Endi o'zing eng qimmatini ko'rsat dedi-ku. Ha, mayli. Endi istakimiz ketar, istak qoladi. Ha, mang brat. Meni tashlab beryapman. Chopib keldingiz, brat. Voy, nima olmaysiz, brat? Ya brat, o'ngay. Birasal. Bo'ldi shu menga. Odam silqib tashladi, bile. Nima bo'ldi? Kech bo'lib ketibdi-ku. Do'stlar, bitta bug bo'lib qoldi. Voy, bile. Zombilar spam bo'lar ekan-ku bitta. Qizil nur chiqib turgan uy soniga qo'rqaman. Bu ichi dahshat ekan.
Chiqadigan joy qayda? Voy, bu tashqariga chiqdi-yu, qayerdan chiqaman? Bu tezsiz bu. Mana shu yerda bo'lsa kerak. Bratlar qochinglar. Avay yo'q. Uxla. Aka o'lgis keldimi? Uxlab oldim. Endi bu bilan tanishib chiqamiz. Yaxshi. Tipalar yaxshi, kitoblar bor. Balkoncha ham bor ekan. Balkon tepasi yopilgan. Bu yer nega ochiq bilmadim. Nimaga chiqsa bo'lar ekan. Nimaligini bilmadim. Menga yoqdi. Endi sandiqlar. Tushish qiyin ekan ozroq. Bu yerda kreslo, yana kitob. Uka, xuyat qilding. Do'stlar, video orasida sizlarga bitta gap aytaman. Baland ekan archamiz, xuyat qildik barchamiz, yonib ketdi archamiz, pizdes bo'ldik barchamiz. Shu videoni boshqalarga ham jo'natib qo'yinglar. Mana bu menga yo'qdi. Do'stlar, buni qaranglar, buni quruvchilarni qaranglar. Mayoqni ustiga chiqing. Mayoqni ustiga mana qizil rangli oyna qo'yibdi, bunaqa bo'lib qopti. Bunaqa emas endi, mana qizil rangli bo'lib qopti. Demak, bunga yashil rangli oyna qo'ysam, yashil yonadi. Faqat oyna to'rtburchak bo'lishi kerak. Quruvchilar dahshat ekan bu qishloqni, shunaqa qishloq. Nima deydi, dong'i taralgan. Nomi. Qaranglar. Chiqib turamiz nur. Hamma qaranglar, mana og'izga o'xshatsa bo'ladi. Ikkita ko'z, og'iz. Menga yoqdi. Mana bu yerda lava ham bor ekan. Bu yerga tushmaymiz. Voy. Suv. Bu shakar qamish. Mana bu yerga qancha zina ketgan. Tagini baribir bir qilib uribdi. Bu yerdan birini qurib olaman. Mana buni qaranglar, shuncha zina, shuncha shakar qamish, shuncha o'sib ketgan. Bu qanaqa qishloq, bambuklarni qaranglar. Qani? Chiq. Voy, qilib qo'yganini. Buni ikki bo'lmaydi. Bo'laveradi menga. Mana bu nima ekan? Menga qiziq. Brat, manamas. Bu yerga kimdir qurishdi. Brat, mamada, brat. Bu yerda qanaqadir eksperiment o'tkazgan bular. Bile. Çık. Uyga kirish kerak, yomg'ir yog'yapti. Uyga. Do'stlar, xullas videomiz shulardan iborat edi. Keyingi videolarga chiqishi uchun like bosib obuna bo'linglar. Iltimos, yangi yilgacha hech bo'lmasa 300 ta yoki 100 ta bo'laylik. Hozirda 18 ta obunachiga erishganman. To'g'ri, ancha vaqtdan beri video chiqarmadim. Shuning uchun ham shaxsiy ishlarim bilan vaqtim bo'lmay qoldi. Do'stlar, iltimos like bosib obuna bo'linglar. Qiziqarli videolar chiqaraman. 100% garantiya beraman. Iltimos do'stlar, like bosib obuna bo'linglar.